pnevma podveska yorilib ketishi mumkin. Qaysi holatda? Zikr 9X da mashinalarni har doim vulkanizatsiyaga olib kirganingizda yoki podyomniklarga olib kirib har doim ko'tartirganda mashinani domkrat rejimini yoqmasanglar, bu ish sizlarga qimmatga tushishi mumkin. Sizlarga shuni hozir yoqishni oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Monitorimizni pastida mana mashinaning rasmi bor, ko'rsanglar. Mana shuni bitta bossiz, chetidan menyu ochiladi. Ya'ni menyuni eng tagiga tushib olamiz. My Zikrga bitta o'tamiz. Tepada ikkita panel ochiladi. Bizga shuni mana ikkinchisi kerak. Ikkinchisidan tepadan 1, 2, 3, ya'ni jack mod rejimi. Jack modni bitta bossiz, mashina domkrat rejimini aktivatsiya qilishga o'tadi mana. Domkratni bitta rasmini ham qilib qo'ygan. Ya'ni bu yerda aktivatsiya qilish uchun aktivatni bitta bossiz, mana domkrat rejimi aktiv bo'ldi. Endi ishni bitirib bo'lgandan keyin buni o'chirish uchun bitta exit qilsak, bu domkrat rejimdan chiqadi. Shunaqa videolar yana sizlarga qanaqa Zikr 9X haqida savolinglar bo'lsa, tushunmayotgan joyinglar bo'lsa aytsanglar, hammasini men video qilib qo'yib boraman. Bu videoni Zikr 9X haydaydigan yaqininglarga jo'nab qo'ysanglar, manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Wolf Motors kuzatishda davom etinglar.